هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Qaf tefsiri 30. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlağa İbn Kathir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Qaf suresi 30. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de auzu billahi mineşşeytanirracim. O günde biz cehennemge toştun mu deymiz. Cehennem yanı bağ mı deydi. Cennet takvadarlığa yirak bulmağın cağa yakınlaştırıldı. Mana bu nimetin silegi vədi kılıngan nesile Allah'ın taatigi qaytıqçı, emrini saklığıcı her bir bende üçündür. Kimi ki mehriban Allah'ını köymey turup, onundan korksa ve tevbe kılgıcı kalp bilen kese, ulağa cennetki amallık bilen kirinla bu mengü qelish günüdür deyildi. Cennette ulağa xalagan nesle ba ve bizning huzurumuzda ulağa ziyade nimetler var. Devzaq bilen cennetning ve ikisi kirdigan kişilerinin ahvalı doğrusida. Allah subhanahu ve teala bu ayette kıyamet günü devzaqqa toşdun mu deydiganlıqdan xabar kıldı. Bu şunun içindir ki büyük Allah Teala devzaqqa onu cinla bilen insanların günahlarını yığıp toşqızdıganlıqını vədi qılgan idi. Pak ve büyük Allah subhanahu ve teala periştilerge devzaqqa mahkum bolganlarını devzaqqa taşlaşqı buyruq kıldı. Devzaq bolsa yeni bamo mana qoşup etildigan narsa qaldımı deydi. Mana bu ayetning mazmunidan ilingan aşkari ma'nidir. Bu mazmunga dalolat qiladigan nurg'un hadislar rivoyat qilingandir. İmam Ahmed Anas radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Cehennemge mahkum bo'lganlar uningga davomli tashlanib turdi. Cehennem bo'lsa, yana bormi deydi. Oxirida büyük Allah qadamini uning ustiga qo'ydi. Şunun bilen onun burcek-burceklari liq toludu. Cehennem senin izzetin ve hürmetin bilen qasamki bo'ldi, toştum deydi. Cenneti bolsa hamisha ortiqcha tepilib turdi. Allah onun başka yeni bendilerini yaratib turdi. Ondan Allah Teala ularni cennetning ortiq joylariga joylashtirdi. Bunu İmam Müslim rivayet qilgan. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Cehennemge to'shdingmi deyildi. Cehennem yana bormi deydi. Shuning bilan büyük ve yüksek Allah qadamini cehennemning ustiga qo'ydi. Ondan cehennem bo'ldi, to'shdim deydi. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Cennet bilen devzaq munozirlashidi. Devzaq men mutakabbirlar bilan zolimlarni tashlashga tanlandim deydi. Cennet manga nimadir ki manga faqat ojiz ve tuvan tabiqidagi insonlar kirdi deydi. G'olib ve büyük Allah cennetga: sen mening rahmetim. Men sen bilen bendilerimden xalagan kişiga mehr shafqat qilaman deydi. Devzaqqa: sen mening azobim. Men sen bilen bendilerimden xalagan kişini azaplayman. Ikinglar liq to'lisizlar deydi. Devzaq to'shmaydi. Allah onun qadamini qo'ydi. Shuning bilan u bo'ldi to'shdim deydi ve şu çağdılar onun burceklari liq to'ldi.
g'olib va buyuk Alloh bandalaridan hech kimga zulm qilmaydi. Jannatga kelsak, g'olib va buyuk Alloh jannatga boshqa yangi bandalarini yaratib turdi. Jannat taqvodorlarga yiroq bo'lmagan joyga yaqinlashtirildi. Bu ish qiyomat kuni yuz berdi. Qiyomat yiroq emas, chunki u shaksiz yuz berdi. Mana bu ne'matdan sizlarga va'da qilingan narsalar gunohlardan qo'l uzib, tavba qilib, Allohning taatiga qaytquchi, Alloh qilgan va'dasini buzmay va uning xiloflik qilmay, Allohning amrini saqlovchi har bir banda uchundir. Kimiki mehribon Allohni ko'rmay turib, uningdan qo'rqsa, Payg'ambar alayhisalomning bir odam yolg'iz holda Alloh taoloni eslasa, Alloh taoladan qo'rqib ko'zlaridan yosh to'ksa degan so'ziga o'xshash, kimiki yolg'iz turgan, uni Alloh taoladan boshqa hech kim ko'rmaydigan paytlarda Alloh taoladan qo'rqsa va tavba qilguvchi qalb bilan kelsa, ya'ni qiyomat kuni tavba qilguvchi sog'lom va Alloh taolaga bo'ysunuvchi qalb bilan Alloh taolaga muloqot bo'lsa, ularga jannatga omonlik bilan kiringlar deyiladi. Qatada bu oyat haqida ular g'olib va buyuk Alloh taolaning azobidan omon bo'ladi va Alloh taolaning farishtalari ularga salom beradi deydi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Bu mangu qilish kunidir. Ya'ni ular jannatda mangu qoladi. Hargiz o'lmaydi. Uningdan hargiz yo'tkalmaydi va yo'tkilishni xohlamaydi. Jannatda ularga xohlagan narsalar bor. Ya'ni ular qanchalik xohlasa, shunchalik erishadi. Qaysi turdagi lazzatlik ne'matlardan talab qilsa, u ularga darhol hozir qilindi. Ve bizning huzurimizda ularga Allohning jamolini ko'rishdan iborat ziyoda ne'matlar bor. Bu haqda Alloh taolo mundaq degan: yaxshi ish qilganlar jannatga va Alloh taoloning jamolini ko'rishga noil bo'ladi. Subhanalloh. İmam Muslim Suhayb ibn Sinan Rumi'nin u ziyoda ne'mat ulug' Allohning jamolini ko'rishdan iboratdir deganligini rivoyat qilgan. Biz ulardan, ya'ni Quraysh kuffarlaridan ilgari ularga qaraganda kuchli bo'lgan nurg'un ummatlarni aloq qildik. Ular, ya'ni shu ummatlar har qaysi joylarni kezdi. Ularga o'limdan qochadigan joy tepildimi? Buningda haqiqat ustida fikr yurgizadigan qalbga ega odam yoki va'z nasihatga huzuriy qalb bilan quloq soladigan odam uchun albatta va'z nasihat bor. Biz haqiqatan osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdik. Biz hech qanday charchab qolganimiz yo'q. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kafirlarning so'zlariga sabr qilgan. Kun chiqishdan ilgari va kun petishdan ilgari Rabbinga tasbih etqin. Hamda etqin. Kechida va sajdadan keyin, ya'ni farz namozlarning oxirida tasbih etqin. Kuffarlarni azob bilan qo'rqitish va payg'ambar alayhisalomni sabr qilishga, namoz o'qishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: payg'ambarni inkor qilgan ana shu Quraysh kuffarlaridan ilgari biz ularga qaraganda kuchli bo'lgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Ya'ni ular Quraysh kuffarlariga qaraganda son jihatdan ko'p, kuch-quvvat jihatdan ustun edi. Ular ziroat terishda, imorat selishda Quraysh kafirlaridan ustun edi. Shuning uchun Alloh taolo bu yerda mundaq deydi: ular, ya'ni shu ummatlar har qaysi joylarni kezdi. Ularga o'limdan, ya'ni Allohning hukmidan va uning o'rinlashtirishidan
kaçıdığan cay tepildi mi? İbn Abbas radıyallahu anhuma bu ayet hakkında mındak deydi. Ula yeryüzüde asar atiqlarını kaldırdı. Qatade mındak deydi. Ula rızık tepiş, ticaret qilish ve kesb qilish uchun sizlar kezgen jaylardan köp jaylarni kezdi. Ularga ölümden kaçıdığan cay tepildi mi? Yani Allah Teala'nın ular kılgan hükmüden ve aldın ala orunlaştırışıdan ular üçün kaçıdığan panah cay tepildi mi? Ularning toplagan mal dünyası ularga menfaat kıldı mı? Ular peygamberlerini inkar kılganlığı üçün ularga Allah Teala'nın azabı kelgen çağda ularning mal dünyası azabını ulardan toziyaldı mı? Tosiyaladı mı? Ey Kureyş kafirleri! Sizlerge mi Allah Teala'nın hükmüden ve azabıdan kayıp kutulduğun, panahlanıdığın, nicatlıkı erişidiğin hiç cay yok. Bunun da hakikat üstüde fikir yürgüzidiğin, alğanını eside çoğun tutup aladığın, kalpki ege yani akıllık adam yoki vəzi nasihatga huzuri qalb bilan quloq soladigan odam uchun yani vəzi nasihatni berilib tanışıgan, uni esida ching tutgan, aqlini ishlatib uni mulohiza qilgan va uni yurikidan tushungan odam uchun albatta vəzi nasihat bor. Biz haqiqatan osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdik. Biz hech qanday charchab qolganimiz yo'q. Bu ayet kıyametinin bo'ladiganligini cho'qimlashtirdi. Chunki osmonlarni va zaminni yaratishga qodir bo'lgan, ularni yaratishda charchab qolmagan Alloh o'liklarni tirildirishga albatta qodirdir. Qatade bu ayet haqida mundaq deydi. Yahudilar ularga Alloh Taoloning la'nati bo'lsin. Alloh Taolo osmonlarni, zaminni 6 kunda yaratdi. Ondan 7. günü aram aldı. O şembe günüdür deydi. Ular şembe gününü dam ilish günü deb ataydı. Şuna Allah Teala ularning aytgan so'zlarida va bayonlarida yolg'on ekanligini bayon qilib bu oyatni nozil qildi. Biz hech qanday charchab qolganimiz yo'q. Ya'ni hech qanday herib charchash yo'q. Bu vaqtda Alloh Teala mundaq deydi. Ular yani ölgenden keyin terilishni inkar qilguvchi kuffarlar bilmamdiki, osmonlarni va zaminni yaratgan va ularni yaratishda charchab qolmagan Alloh o'liklarni terildirishga qodir emasmi? Durust, u haqiqatan har narsaga qodirdir. Osmonlarni va zaminni yaratish albatta insonlarni yaratishdan ko'p qiyindir. Sizlarni yaratish mushkulmi yoki osmonni yaratish mushkulmi? Allah osmanni yarattı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kafirlarning so'zlariga sabr qilgin. Yani seni inkar qilganlarning so'zlariga sabr qilgin. Ularni chiroyliqcha tark etgin. Kun chiqishdan ilgari va kun petishdan ilgari Rabbinga tasbih aytgin, hamd aytgin. İsra yani Peygamber aleyhisselamning osmonga chiqishidan ilgari farz namaz 2 vaqt bo'lib, bir vaqt namaz kun chiqishdan ilgari fajr vaqtida, ya'ni bir vaqt namaz kun petishdan ilgari asr vaqtida edi. Kecha namozi, ya'ni tahajjud namoz bo'lsa, payg'ambar alayhisalomga va uning ummatiga 1 yil vojib bo'ldi. Ondan o namazning vajibligi bu ummatdan amaldan qoldirildi. Ondan keyin Isro kechasi Alloh Taolo 5 vaqt namozni farz qilish orqali o namozlarning hammasini amaldan qoldirdi. Lekin 5 vaqt namozlardan fajr namozi kun chiqishdan ilgari, asr namozi bo'lsa kun petishdan ilgari o'qilishga farz qilindi. İmam Ahmad Jarir ibn Abdullah radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz Payg'ambar alayhisalomning qishida o'ltiratdik. U tulun oy kechasi bo'lib, Payg'ambar alayhisalom oyga qarab mundaq dedi. Shak shubhisizki kelgusida sizlar, ya'ni qiyomat kuni Rabbinglarning oldida tursizlar.
uni xuddi bu oyni hech to'salg'isiz ko'rganinglardek ko'rsizlar. Agar sizlar kun chiqishdan ilgirki namozni, ya'ni fajr namozini va kun petishdan ilgirki namozni, ya'ni asr namozini vaqtida ado qilishga qodir bo'la olsanglar, shunda qilinglar. Ya'ni u namozlarni imkon qadar o'z vaqtida o'qinglar. Ondan Payg'ambar alayhisalom bu oyatni o'qidi. Kun chiqishdan ilgari va kun petishdan ilgari Rabbinga tasbih aytgin, hamd aytgin. Bu hadisni Imom Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Tirmizi, Nasai va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Kechida va sajdadan keyin, ya'ni farz namozlarning orqasida tasbih aytgin. Ya'ni kechida Rabbinga namoz o'qigin. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: Sana nafli ibodat bo'lishi uchun kechining bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga uyg'ongin. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Rabbingning seni madhilindigan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izishi muhaqqaqdir. Ve secdeden keyin, ya'ni farz namozlarning orqasida tasbih aytgin. İbn Abu Najih Mujahid'den İbn Abbas radıyallahu anhumaning bu oyat haqida u farz namozning orqasidan aytiladigan tasbihdir deganligini rivoyat qildi. Buni Buxoriy va Muslimning Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivoyat qilgan hadisi ta'kidlaydi. Abu Hurayra radıyallahu anhu mundaq deydi: Yo'qsul muhacirlar kelib, ey Allohning payg'ambari, puldarlar oliy darajalarga, tugumas nozu ne'matlarga erishib ketishdi, dedi. Payg'ambar alayhisalom, ular qanday qilib u narsalarga erishdi deb so'radi. Ular, puldarlar biz namoz o'qigandek namoz o'qiydi, biz ro'za tutgandek ro'za tutadi. Ular sadaqa va zakot berdi. Biz bo'lsak sadaqa va zakot berolmaymiz. Ular qul azod qiladi, biz qul azod qilolmaymiz, dedi. Payg'ambar alayhisalom, men sizlarga bir narsani o'rgatib qo'yaymi? Agar sizlar uni qilsanglar, boshqa kishilarning oldiga daraja jihatda o'tib ketsizlar. Faqat uni sizlar bilan o'xshash qilgan kishilardan boshqa hech kim sizlardan daraja jihatda ortiq bo'la olmaydi. Sizlar har farz namozdan keyin 33 qitimdan tasbih aytinglar. Hamd aytinglar va takbir aytinglar, dedi. Bir mezgildan keyin ular yana kelib, ey Allohning payg'ambari, puldar qarindoshlarimiz biz qilganni anglab, ularmi shunda qilyotdi, dedi. Payg'ambar alayhisalom, ana shu Alloh taolaning fazlidir. Uni xohlagan odamga berdi, dedi. Bu Alloh taolaning ve secdeden keyin, ya'ni farz namozlarning orqasida tasbih aytgin degan oyatida ko'z tutilgan birinchi mazmundir. İkinci mazmun bo'lsa, mag'rib namozidan keyin o'qiladigan 2 rakat sünnet namozidir. Bu qarash Ömer, Ali, uning o'g'li Hasan, İbn Abbas, Abu Hurayra ve Abu Umama radıyallahu anhumlardan rivayet kılıngan. Mujahid, Ekrime, Şa'bi, Naxai, Hasan, Qatada ve başkalarımı bu qarashga qo'shilgan. Nida qilg'uchi, ya'ni İsrafil yaqin joydan nida qiladigan, ya'ni uning ovozi hammaga o'xshash yetadigan kunda nidoga quloq solgin. Ular haqni elib keladigan ovozni, ya'ni ikkinchi qitimliq surni anglagan kun, ana shu kun qabrlardan chiqish kunidir. Biz haqiqatan kishilarni vafot qildiramiz va terildiramiz. Oxir boradigan joy bizning dargohimizdir. U kunda yer yerilib, ular qabrlardan tez chiqib keladi. Ana shu yig'ish bizga osondir. Biz ularning, ya'ni Quraysh kuffarlarining aytadigan so'zlarini obdan bilamiz. Sen ularni islomga zo'rlig'ichi emassan. Mening ogohlantirishimdan qo'rqadiganlarga Qur'on bilan va'z nasihat qilgin.
qiyomat kuni bo'ladigan ba'zi ishlarni eslatish to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aranglarda hukm chiqarishga sizlarning to'planishinglar uchun nido qilg'uchi, ya'ni Isrofil yaqin joydan nido qiladigan, ya'ni uning ovozi hammaga o'xshash yetadigan kunda nidoga quloq solgin. Ular haqni elib keladigan ovozni, ya'ni ularning to'lisi shakti bo'lgan haqni elib keladigan sur ovozini anglagan kun, ana shu kun qabrlardan chiqish kunidir. Biz haqiqatan kishilarni vafot qildiramiz va tirildiramiz. Oxir boradigan joy bizning dargohimizdir. Ya'ni maxluqotni dastlabda yo'qdan bor qiladigan, ondan uni o'lgandan keyin tirildiradigan Alloh ana shudir. U Alloh taologa o'ng'aydir. Bütün maxluqotlarning oxiri boradigan joyi uning dargohidir. Ondan Alloh taolo har bir kishiga uning amaliga qarata, agar yaxshilik bo'lsa mukofot, yomonlik bo'lsa jazo berdi. U kunda yer yerilib, ular qabrlardan tiz chiqib keladi. Ularning qabrlardan chiqishi mundaq bo'ladi. Alloh taolo osmondan yomg'ir yog'dirdi. Yomg'ir bilan bütün xaloyiqlarning tanlarini qabrlardan xuddi suv bilan tuproqdan ziroatni undirgandek undirdi. Tanlar o'sib mukammal qiyofatga kelgan chaqda Alloh taolo Isrofilni sur chelishga buyurdi. Jonlar haqiqatan surning to'shigiga yerlashgan bo'ldi. Isrofil surni chalgan chaqda jonlar chiqib, osmon bilan zamin orasida pildirilib chechildi. Shuning bilan Alloh taolo izzatim va buyuklikim bilan qasamki, har bir jon o'zi ovotlashtirgan tanga cho'qim qaytsin deydi. Ondan har bir jon o'z teniga qaytadi-da, go'yo biror narsa chiqib olgan kishining teniga zahar asta-asta tarqagandek teniga asta-asta taraydi. Zamin yerildi. Ular o'rinlaridan turib hisob maydoniga Alloh taoloning buyrug'iga oldirgan holda tez chiqdi. Ular chaqirg'uchining oldiga bo'yinlarini so'zgan holda yuguraydi. Kafirlar bu qiyin kundir deydi. Shu kunda Alloh sizlarni chaqirdi. Sizlar uningga hamd aytib ijobat qilasizlar va dunyoda faqat ozgina turgandek o'ylaysizlar. İmam Müslim Anas radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Zamin yerilib tunji chiqadigan inson men bo'laman. Ana shu yig'ish bizga osondir. Ya'ni ana shu qayta terildirish bizga qolaydir. Huzurimizda osondir. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: Biror shay'ini yaratmoqchi bo'lsak, bizning amrimiz faqat bir so'zdir. U ko'zni yumib ochganning oraliqida o'rinlanadi. Ey insonlar, sizlarning dastlabda yaratilishinglar, o'lgandan keyin terildirilishinglar faqat bir odamning yaratilishi, bir odamning terildirilishiga o'xshashdir. Alloh haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turguchidir, amallarini ko'rib turguchidir. Payg'ambar alayhisalomga berilgan tasalli to'g'risida biz ularning, ya'ni Quraysh kuffarlarining aytadigan so'zlarini obdan bilamiz. Ya'ni mushriklarning seni inkor qilib, sana aytadigan so'zlarining hammani obdan bilamiz. U so'zlar seni hargiz endishiga solmasin. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Biz ularning so'zlaridan yuragingning siqilayotganligini obdan bilamiz. Rabbinga hamdu va tasbih etqin. Hem secde qilg'uchilardan bo'lg'in. Sen o'zingga o'lim kelganga, ya'ni ajling yetganga qadar Rabbinga ibodat qilgin. Sen ularni islomga zo'rlig'uchi emassan. Ya'ni sen ularni hidoyat tepishga majburlay olmaysan. U sening mas'uliyatingmi emas. Mening ogohlantirishimdan qo'rqadiganlarga Qur'on bilan va'z nasihat qilgin. Ya'ni sen Rabbingning amr farmonini tabliq qilgin.
Uningdan faqat Alloh taoladan qo'rqadigan, uning ogohlantirishidan ogoh bo'ladigan va uning jannatdan iborat va'dasini umid qiladigan kishilarla va'z nasihat oladi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: "Sening mas'uliyating faqat tabliq qilishdir. Bizning mas'uliyatimiz hisob elishdir. Sen ularga va'z nasihat qilgin. Sen faqat ularga va'z nasihat qilguvchisan. Sen ularga musallat, ya'ni ularni iymonga majburlig'ichi emassan. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularni hidoyat qilish sening mas'uliyating emas. Sana topshirilgan vazifa faqat kishilarga Allohning vahiysini yetkazishdir. Lekin Alloh xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Shubhisizki, sen xohlagan odamingni hidoyat qila olmaysan. Lekin Alloh o'zi xohlagan odamini hidoyat qiladi. Sen ularni islomga zo'rlig'ichi emassan. Mening ogohlantirishimdan qo'rqadiganlarga Qur'on bilan va'z nasihat qilgin. Qatada: Ey Alloh, sen bizni ogohlantirishingdan qo'rqadigan, va'dangni umid qiladigan kishilardan qilgin. Sen nihoyatda yaxshilik bag'ishlovchisan, nihoyatda mehribonsan deydi. Alhamdulillah. Shuning bilan sura Qofning tafsiri tugadi. Jami hamd sana va madhiyalar Alloh xosdir. Kelar qitimda sura Dariyat tafsiridan 1-oyatdan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.